Quyosh paneli o'rnatganda davlat toki o'zini qanaqa his qilishini shu videoda ko'rsatib o'taman. Assalomu alaykum. 10 kW quyosh stansiyasi borligi sabab stabilizatorga hojat qolmadi. Quyosh 6 kW dan oshiq beryapti. Tak 350 pulga ketyapti. Qolganini davlatga sotyapmiz. Xo'p. Quyosh panelidan 350 ga yaqin volt kelyapti. Hozir mana kunduzi 6 kW tok sotyapti. Soatimizni 15 dekam 11. 244 gacha chiqyapti sotayotgan toki. Volta. Davlat tokini 170 o'zi, buni o'chirib qo'ysam 170 ta ko'rsatadi, 180 ko'rsatadi. Hozir davlatga 6 kW sotayotgani uchun 240 gacha chiqyapti. Soat 12 bo'ldi, 7000 watt sotyapti, 250 torga chiqdi. Soat 1 bo'ldi, 267 ga ko'tarildi. Davlat toki davlatga 7800 watt sotyapman. Har doim ham tok bunaqa baland bo'lib ketavermaydi. Mahallada to'rtta 5 ta qo'shni konditsioner yoqsa, tok yana 220 ga tushib oladi. Davlat toki 160 ga ham chiqmayapti. Hozirgi paytda ozgina shamollaganimga Yulazerdan foydalanaman desam, Yulazer o'chib qoladi deyapti. Ovozini mana eshitasiz. Yulazer kuchi yetmayapti. Bu holatda nima qilamiz? Quyoshli kulbadan foydalanamiz. 91% zaryadkamiz bor ekan akkumulyatorda. Xo'p. Davlat tokini o'chiramiz. Davlat tokini o'chiramiz. Mana davlat toki o'chdi. Inverterimiz 220 volt berdi. Hop, buni yoqamiz. Bu ham yaxshi ishlayapti. Hop, davlat tokini yoqamiz. Davlat toki sal o'ylab olib kelgan yoqiladi. Mana 170, 160. Yulazer ovozi yana tushib ketdi, kuchi yetmayapti. Kerak paytda bemalol yoqib, tok pastlik qiladigan bo'lsa ishlatsanglar bo'ladi. Ham quyoshdan ham akkumulyatordan oladi kerak paytda. Hozirgi paytda akkumulyator o'zidan olyapti. Buni ishlatib bo'lgandan keyin yana boshqatdan yoqib qo'yamiz. Hozir davlat tokiga o'tib oladi. Mana davlat tokiga o'tdi. 160 beryapti davlat. Ichida qor yog'yapti, kechqurun bo'lgan. Quyoshimiz yo'q. Akkumulyator o'zidan foydalanamiz. Akkumulyatorni ko'proq o'tkazib qo'yadigan bo'lsanglar, mana 10 amper bilan qo'yib qo'yadigan bo'lsanglar, zaryadkani yana boshqatdan o'tirgan akkumulyatorni to'ldirib oladi. Davlat toki kam bo'lishiga qaramay zaryadkani beraveradi. Mana hozir 155 beryapti davlat. Hop. 14 amper bilan akkumulyatorni zaryad qilyapti. 14-15 amper bilan. 10 amperga qo'ydim, 15 bilan zaryad qilyapti. Yana boshqatdan to'ldirib oladi, tok kam bo'lsa ham. Davlat toki bor paytda agar naprejeniyani ko'tarmoqchi bo'lsanglar, akkumulyatordan foydalanib, shilani bitirib, yana qaytarib zaryadga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Lekin davlat toki bor paytda davlat tokini o'zini 220 qilib chiqarmaydi. Davlatga necha bo'lsa, o'shani chiqaradi. Mana hozir 150 tor bo'lsa, chiqishga ham xuddi shuni qiladi. Mana 153, 150 tor qilib chiqaryapti. Men quyosh sotayotgan bo'lganda unda ko'tarardi. Bu hozir kilovat ekan. Chiqishiga ham xuddi shuni chiqaradi. Bir 150 tor bo'lsa, chiqishi ham 150 tor bo'ladi. Bu videoni olishimdan sabab meditsinskiy texnikalar, misol Yulazer kam kuchlanishda yaxshi ishlamas ekan. Kuchi yetmayapti, motori havoni kechatda bera olmayapti. Ovozi past. Endi agar tok 220 qiladigan bo'lsak, mana yaxshigina napor bilan beryapti. Endi boygi holatda u shlankasi havo ham qaydamayapti. Hozirgi paytda mana shlankadan chiqayotgan havo. Havoda chiqmayapti. Ispaniyasiga. Uchidan qo'ydi. Chunki bu holatda kuygan qolishi mumkin. Yaxshi. Bundan ko'ra akkumulyatordan ichini qo'ygan yaxshi. Kanalimga yangi qo'shilganlar bu nima programma deyishinglar mumkin. Bu Wi-Fi relayni boshqaradigan programma. Davlat tokini o'chirib yoqishi bundan boshqaraman. Inverterga kirishi, chiqishini bundan o'chirib yoqa olaman. Shuni o'zining taymerlari hamma program. Oldingi videolarimni ko'rsanglar, bu to'g'risida batafsil yoritib o'tilgan. Bu programma mana shu Wi-Fi relaylarni boshqaradi, o'chirib yoqa oladi. Men 3 ta qo'yganman. Bu yerda kirishi va davlatga sotishi
Bu uyga davlatdan primoy o'tishi, bypass rejimda ishlaydi. Bunisi uyga chiqishi. Invertordan chiqib, uyga chiqib keladigan tokka bu boshqaradi.